O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasini boyitish maqsadidagi ishlar davom etmoqda. Shtabda har kuni deyarli muhokamalar bo'lib o'tyapti va ushbu jarayonlar haqida diniy ma'rifiy yo'nalish bo'yicha mutaxassis Abdushukur Muradov bilan hozir fikrlarini bilmoqchimiz va aynan ularning bo'limidagi jarayonlar qanday kechayotganligi haqida ularning yana o'zlaridan eshitamiz. Hozirgi amalga oshirilayotgan loyihalar 3 ta qismga taqsimlangan. Ya'ni birinchi bosqichda amalga oshiriladigan loyihalar, ikkinchi bosqichda va uchinchi bosqichda. Birinchi bosqichda amalga oshiriladigan loyihalar o'sha 26 ta loyihadan 15 tasi birinchi bosqichda amalga oshiriladi va bu dastlabki sentyabr oyigacha bu muzey eksponatidan joy oladigan loyihalar. Diniy ma'rifiy yo'nalish bo'yicha. Endi ma'lum bir yo'nalishlarda ham bor. Ya'ni o'sha birinchi Renessansda ma'lum bir diniy yo'nalishdagi loyihalar ham bor yoki bo'lmasa ikkinchi Renessansda ham. Lekin bu yangi bir yo'nalishimiz borki, ya'ni yangi O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan diniy ma'rifiy sohadagi islohotlar uchun maxsus loyihalar bor va mana shu maxsus loyihalar 26 ta va undan 15 tasi hozir dastlabki birinchi bosqichda amalga oshirilishi va bu amalga oshirilgan ishlar muzey eksponatidan joy olish rejalashtirilgan. Xususan amalga oshirilayotgan loyihalardan ko'zlanayotgan maqsad ham oxirgi davlat rahbarini markazga tashriflari doirasida bergan topshiriqlardan bittasi shu bo'ldiki, ajdodlarimizning merosini faqatgina namoyish etish emas, balki uni mazmun mohiyati va uni bugungi kundagi dolzarb ahamiyatini ham bir ko'rsatib beradigan bir eksponatlar shaklida namoyish etish zaruratini aytib o'tgandilar va shuning uchun ham bugungi kunda amalga oshirilayotgan loyihalarda shu jihatlarga ko'proq urg'u berilyapti. Xususan misol keltiradigan bo'lsak, Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan amalga oshiriladigan loyihalardan biri Imom Buxoriyning ilmiy safarlari va ustozlari va izdoshlari va talabalari degan ma'nodagi bitta media loyiha bor va mazkur loyihada Imom Buxoriyning ilm safarlari qanday shakllangan va qanday shaklda bo'lgan, bu narsalar yorqin media loyiha sifatida taqdim etiladi va bu juda ham o'ylaymizki yurtimiz uchun va yurtdoshlarimiz uchun bu juda ham bir qiziq mavzu bo'ladi. Va undan tashqari Imom Moturidiy haqlarida ham va u kishining eng nodir qo'lyozma asarlarini dunyo fondlaridan aniqlash va ularning nusxalarini markazdagi eksponatlar muzeydagi eksponatlar qismida buni namoyish etish belgilangan, rejalashtirilgan va bu borasida ham ishlar olib borilyapti. Yoki bo'lmasa o'sha Imom Buxoriyning tarixlariga oid o'sha Imom Buxoriyning tarixiy majmualarini bir tarixi va uni hozirgi kungacha bo'lgan bosqichlari, xususan mustaqillikdan avvalgi holatlari qanaqa bo'lgan, uni tarixiy jarayonlari qanaqa bo'lganligi haqida ham media loyihalar bor va mana shu media loyihalar bular muzey eksponatida o'rin oladi va tashrif buyuruvchi insonlarga Imom Buxoriyning meroslari, ilmiy meroslari hamda u kishini tarixdagi bosib o'tgan shonli tarixlari, yutuqlari haqida to'laqonli bir ma'lumot beradi degan umiddamiz.